Assalomu alaykum. Va bugun biz har kun aytaman Free Fire o'ynaymiz. Yo'q. Lekin bugun biz endi o'ynab ko'ramiz. Sen bo'ladi. Lekin bugungi videoni haqida o'zim nazmaniyasi. Sizlar 5 ta bu narsa 5 ta narsani bilasizlarmi? Papaya. Ko'pgina kutasizlar starti. Hammaga yoqtirmaydi uni. Ikkinchisi. Ishlaring bilan Drake bochiq bo'ladi. Menimcha menda boshi yo'qmaydi. Lekin men tez kirib olaman. Qanaqa botligini darhol chizish ketaman. Ve uchinchisi o'yinga kerakli sabitiyaga chiqmaysizlar. Sabitiya tugadi, kerakli sabitiyalaring tugadi. Kiriblar. Mana ishimiz yo'q, tugadi. Nimaga? Men buni hali o'qiganim yo'q-ku. Bu uchinchisi. Va to'rtinchisi jonga hamma yetadi. Wi-Fi'lar ishlamaydi. Va beshinchisi uning uchun endi aytaman. Qo'ychi aldanim. 5 ta bas 10 ta. Shunga 5-chisini kirasizlar, tanlaysizlar. Qaysi o'yinni tanlash bilmaysizlar va jinnisiga o'yinlar chiqib qoladi aytdim. Lichniy ostrovda fashi qanaqa o'yinlar. Hech kimga yoqmaydi Lichniy ostrov. Shunga kibrich o'ynashadi. Mana kibrich yaxshi ko'raman. Aytmoqchi edim sizlarga. Mavzu keldim masterga. Va bu oson edi. Yana bitta rekord qilyapsizlar, lekin tezda tushmayapti oldingiz. Qanday? Boshqa hech kim yo'qmaydi bu. Qarilan. Chip. Zo'rmi? Zo'rmi? Lekin buni hech kim olmayapti. Lekin olalayapti hammani. Ma'lum yomon bo'lishdi. Qaranglar, yangi jibon. Chiroyli. O'ylayman chunki menda almas yo'q. Lekin qachondir katta bo'lsammi, almas olaman. Kelinga kirib, olamiz. 7-sini hozir bo'ldi. Ve 8-sini. Wi-Fi ishlamaydi. Просто kirdilar. Qattiq chiqib ketdi o'yinda. Vashi baglab bo'lib ketdi. Shunaqa. Ana shu ko'pgina bo'ladi unaqa narsani. Shunga nastroy kirib nimadir qilaman. Ikkita qoldik. Uning uchun biz endi o'yinga kirishimiz mumkin deb o'ylaysizlar, lekin o'yinli narsa. Nimadir bo'lsa sizlar bosh ishlaring bilan bunaqa vashi kuturasizlar. Bu vashi ko'p. Qanday odam bunga o'ynaydi? Men oldin o'ynamasdim. Bo'richa o'ynab bo'lmasdi. Shunga Petra Bazaratov akam bilan o'ynardim. Shunaqa edim. Men o'ynayotganimda ularni 4 minut kutganman. Yo'qmagan. Tars X ta bosganman. Lekin buncha hali o'ynash bilmasdim. Hozir 3 yil o'tdi shunga. Yo'qmi? Va 9-chisi bo'ldi. Endi maytga kirib o'yinda ko'rsataman. Turish kerak xolos. Haliga sizlarga ko'rsatmoqchiman. Nima qanday ma'lum narsalarni olyapman. Qanday? Yaxshi o'ynash kerak uchun nastroykanga mana screenshot qo'yinglar. Bek. Mana nastroykan chiroyli, yana yaxshi. Menimcha tezda qilib oldilar, chunki o'yin boshlandi. Hozir o'yinda ko'rsataman nimasiligi va shay yo'qmaydi.
Qayoqqa? Sizlarni ko'rasizlar. Buning sizlardan va buguncha video tugadi. Boshqa videoda ko'rishamiz. Hammaga yaxshi bo'lsin. Va hammaga bo'pti.